$50 ham men gonorar olmaganman hech qachon. Sizga prezident, Qozog'istonning prezidenti kvartira podarka qilishgan deyishgan bizga. Nima g'alaba qozonganman, vaziyat shunaqa bo'lib qolgan. Men o'sha xursandchilikdan bundoq qaraganimda O'zbekistonning bayrog'ini ko'rmaganman-da yelkamda. Qozog'istonning bayrog'ini. Shunaqa meni promotorlarim sal podstavit qilib yuborishganda mana. Keyin boshlangan Qozog'istonga sotilib ketdi degan gap. Sirida mana bugun ochildi. Qarasam Qozog'iston bayrog'i. Olib, bizning Qirg'izistondagi sudyaga o'xshab uni otib yubormaymiz, bu bayroq. Boshisi o'tiribdi prezident Qozog'iston. Keyin o'sha meni nagradovat qilishgan, Nazarbayev nagradovat qilgan. Putin ringda Nazarbayev savol bergan. Kim занимаешься degan. Men o'shda сразу aytganman. Ya, не из Казахстана degan. Ya, O'zbekiston degan. Shunaqa balchanga bo'lib qolgan. Keyin ertasi kuni biz Sochidan Qozog'istonga uchishimiz kerak bo'lgan. Nagradniyaga kvartira и mashina. Hozir aka shu kvartirasini ham, mashinasini ham olmaymiz. Toshkentga uchib qaytamiz. Bizga puli ham, podarkasi ham kerak emas. Chunki biz o't fuqarosi emasmiz. Bo'ldi, yutdik. Bayroq bilan situatsiya bo'lib qoldi. Keyingi safar bunaqa narsalarga hushyor bo'lish kerak.